O'g'il bolaning eng katta yolg'oni nima? Hozirgi kungacha siz hayotingizda bo'lgan. Agar mani rovesniklarimni misol qilib gapirsam, где-то 20-25 yoshdagi bolalarning gaplari, "Men faqat seni sevaman, faqat sen bilan gaplashib yuraman." Bo'ldi. На самом деле olib qarasangiz, 3-4 qiz yana bo'ladi. Har doim shunaqa. Ya'ni hamma bir-birini aldab yuradi hozir bizning zamonimizda. Shunaqa. Ikkita, uchta qiz bilan gaplashadigan o'g'il bolalarga nima degan bo'lardingiz? Men rosa negativno, rosa отрицательно qarayman. Ya'ni nima degan bo'larim, yaxshi gap gapirmasdim. Faqat so'kinadigan gap chiqardi og'zimdan, naverno. Men yaxshi qizman, ya'ni tarbiyali qizman, shuning uchun so'kinmayman. A tak rosa negativno qarayman. Men bunaqa o'g'il bolalarni erkak kishi deb hisoblamayman. Chunki haqiqiy erkak kishi, haqiqiy ya'ni normal xotindan tarbiya olgan erkak kishi unaqa qiliq qilmaydi. Chunki u aldab yurgan qizi ham kimdir singlisi, kimdir qizi, kimdir opasi. Shu qizi ham kimdir mehr, sevgi berib katta qilgan. Shunaqa deb o'ylayman.